Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 11 fevral 2026-yil hafta kuniga chorshanba. Hop, arzon mebellarni qo'yishni boshladik. Bitta ko'rsatib ketamiz, arzon qilamiz. Birinchi boshlaydigan narsamiz shu Bolgariya davlatida ishlab chiqarilgan nomi Avgustakov spalniy kravatimiz, ikkita tumbichkasi bilan trimosi ham bor. Ikkinchisi mana bu tomonda turibdi. Hop, narxi 2 million so'm, trimosi, tumbasi ichida. Hop, endi shunaqa 2 kishilik spalniyimiz bor. Qo'ymalariga ahamiyat beramiz. Endi holatlar zo'r holatda, ikkita tumbichkasi bor. Bosh tomonlari ham chiroyli zo'r holatda turibdi. Matraslar razmeri 1.70 ga 2.10 bo'ladi uzuni. Buni narxi 1.5 million so'm. Yaxshi holati, bu Toshkent ishi. Andijon, Qumtepa ish emas, yaxshi ish. Hop, keyingisi Ruminiya davlatida ishlab chiqarilgan. Buni 800 ming qo'yapmiz har safar. Endi narxini tushiramiz. 700 ming so'm bo'lsa beramiz. 1.65 ga 1.90 bo'ladi uzunligi. Yo'q, 1.65 emas, 1.70 lar atrofida bo'ladi. Uzuni 1.90. Narxini 700 ming so'mga bera olamiz. O'zlaring baho berib ketasizlar. Bilmayman, shu narsa turibdi hozir. Keyingi arzor qiladigan narsamiz 2 kishilik spalniy, addenni qo'ysa ham bo'ladi. Karkazlari 100% temirdan, chekkalarini paralon qo'yib yumshoq qilib qoplab qo'yilgan, bosh tomonlari ham, boshqa ranglari ham bor. Aloqaga chiqsangiz Telegramda tashlab beramiz. Oyoqlarigacha temir. Profilni ham qalin ishlatilgan, razmeri har bittasi 92 metr bo'ladi. Yaxshi zo'r holatda turibdi. Matraslari 100% atapet, ezilmaydi. Shunisiga ahamiyat berib qo'yamiz. Keyingi arzor qiladigan narsamiz ikkita yakandoz yig'adigan. Buni narxi 350 ming so'm. Ikkalasi ozgina ishlagan. Tortmalari hamma yo'q joyida ishlaydi. Pastida kamotni 200 ming so'mga beraveramiz. Buni Chester deyiladi. Kamot desa ham bo'laveradi endi. 4 ta tortmasi bor. Keyingi arzor qiladigan narsamiz shunaqa knijniy bo'ladi. Balandligi ham 2.10 atrofida. Eni 1 metr. Hop, bu tomoni to'rtta g'aladoni, bitta eshigi bor. Tepalarida ham mana ochilib yopilishlari hammasi yaxshi holatda. Narxi 500 ming so'm. Qiziqsalar aloqaga chiqasizlar, telefon raqamida oxirida aytib o'tamiz. Keyingi arzor qiladigan narsamiz shu shkafimiz kupeli, o'rtasi taklov bo'ladi. Ikkita chekkasi mishilka bo'ladi. Ha, aybini ham aytib o'tib ketaylik. Mashinadan tushirayotganmiz, shu orqa fanerasini ozgina zarar yetdi. Bunimizning narxi 1 million 400 ming so'm. Zo'r holatda turibdi. O'sha bitta aybi fanerada. Ko'rsatib o'tib ketgan yaxshi baribir. Keyingi arzor qiladigan narsam shunaqa shohona divan kreslar bo'ladi. Divan kreslarimiz yaxshi holatda. Materiallari ozgina to'kilgan, lekin pakriva solib ishlatsa bo'ladi. Bu o'zi aslida qimmat narsa, lekin ishlatilganligi uchun biz arzon qo'yamiz. 2 million 400 ming so'mga. Hamma yo'q ichlarigacha chinordan bo'lgan, sasna ishlatilmagan bunga. Bu joylar nimadadir, ruchnoy izdelkadirmidi? O'zdan kommentariyada yozib o'tib ketasizlar. Oxirigacha ko'rishlarini tavsiya beramiz. Bundan-da qiziq mebellarimiz bor. Oxirigacha ko'rsalar, xudo xolasa, chiroyli bitta arzor qilib beramiz. Hop, budjetli variant divan kreslarimiz ham bor. Bu ham Toshkentniki. Bu ham yaxshi narsa, original, Andijon emas. Materiallari yaxshi holatda turibdi. Bunda to'kilmagan materiallari zo'r turibdi. Ozgina shirakiri bor, vanish bilan bitta cho'tkalar yuvsa chiqib ketadi. Ikkinchi kreslasi bu tomonda. Bunimizning narxi 1 million 200 ming so'm. Arzon budjetli divan kreslar, lekin chiroyli holatda. Hali Bolgariyaning spalnisini ko'rsatdim. Ikkinchisi shu yerda turibdi. Joyimizga sig'magan sababli chetga qo'ydik. Keyingisi shunaqa chaqaloqlar kiyintiradigan narsa. Pastida 3 ta tortmasi bor. Bunimizning narxini 200 ming so'mga berib olamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.
отдельный spalni so'raganlar uchun haligi kupeli shkafda o'zi aslida komplektda trimo tumbasi bo'lmagan sababli отдельный qo'ydik. Xo'p, bitta olsangiz ham bo'ladi, отдельный olsangiz ham bo'ladi. Matraslar 170 ga 2 yon ortoped matras. Zo'r holatda, bu ham Toshkent mebel. Bosh tomonining materiallari ham zo'r turibdi. Dermantin deydimi? Dermantinga o'xshaydi. Xo'p, bunimizning narxi 1.400.000 so'm. Keyingi obzor qiladigan narsam shunaqa chiroyli kompaktni ugalvoy. Joyim kichkina deydiganlar uchun. Bu ham Toshkent mebel, o'tirg'ichlar hammasi prujina. Chiroyli holatda kerak narsalar tayyorga turadi. Hay sondiq. Bunisi taydan chiqib 2 kishilik spalni ham bo'ladi. Yostiqlarni hattoki zamoyni yechib yuvsa ham bo'ladi. O'ta oson. Yaxshi holatda turib, materiallarda yirtig'i, dog'i, nimasi yo'q, himsiskasini qilib berganmiz chiroyli qilib. Buni narxi 1.700.000 so'm. Yaxshi holatda turib, razmeri taxminan 2,5 metr atrofida razmeri. Keyingisi katta ugaloy so'raganlar uchun, zalim katta deydiganlar uchun shunaqa ugaloyimiz bor. Hop, 4 metrga 220 yo 230 bo'ladi. Bitta aybi xona ozgina kichkinaroq, buni pufiga bor. Nariga qo'yganimiz tezda sotilib ketdi. U 420 ga 230 edi. Lekin buni pufiga yo'q edi, buni pufiga bor. Buni narxi 2,5 million so'm. Materiallar ham yaxshi holatda turibdi. Qaysi biridadir ani? Mana shuni ko'rib ketinglar, ozgina teshigi bor. Bu nimada teshilgan, lekin bilmayman. Ay bo'sha xona kichkinaligi endi ishlatsa bo'laveradi. Narxi 2,5 million so'm. Qiziqqanlar aloqaga chiqaramiz. Telefon raqamlarimiz 91lik 681 94 19. Video tagiga ham raqamlar qoldirib o'tib ketamiz. Ikkita narsa esdan chiqibdi. Ruminiyada ishlab chiqarilgan yog'och bilan kombinatsiya qilingan shkafimiz. Hop, buni razmeri 1.80 ga 1.80 bo'ladi. Hop, buni narxi 1.200.000 so'm. Holatlar zo'r holatda turibdi. Ichlarini ochib ko'rsata olmayapman, chunki joyimiz ozgina tor. Ichlari ham toza, yaxshi turibdi. Yaxshi saqlangan, yaxshi ishlatilgan. Keyingisi shunaqa servantimiz bor. Letniy oshxonaga deysizmi yo idish tovoq terganini nimaga bo'lsa ishlab ketaveradi. Barlarigacha bor. Holati yaxshi. Polshaniki, Polshada ishlab chiqarilgan. Narxi 800.000 so'm. Telefon raqamlarimiz 91lik 681 94 19. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Like tugmachasini bosing. Bizga obuna bo'lsangiz, xursand bo'lamiz. Sizga ham shunaqa chiroyli arzon mebellar chiqarishda davom etamiz. Bizga motivatsiya bo'ladi.